Assalamu alaykum azizlar, hurmatli kanallarimiz kuzatuvchilar. Azizlar, bugun e'tiborlaringizga Urganch shahrimizning Shovot kanalini bo'yinda 8 TV, bu tarafimiz Shovot kanali, bu tarafimiz 5 ko'pir Nargiz kafening yanı, Baysun Marojixonaning yanındayızlar. Ana orientirlanib berdik, manzillarni aytdik, hujjatlari bor. Uyga telefon raqamlarini ekranda yozib qoldiramiz, bahosini ham video davomida aytib o'tamiz. Agarda sizlar ham uylaringizni yoki uyga taalluqli bo'lgan narsalaringizni reklama qilmoqchi bo'lsangizlar, bizda 17 kanal oldu. 13 kanal edi, 17 qildik ve 350 mingdan ko'p obunachimiz bor. Bizlarga murojaat qilish uchun 91lik 094 27 27 raqamına murojaat qilish lozim bo'ladigan. İnşxonadan birinchi etaj bu Eldindiy atızlaram shunga qarashlangan inşxonadan ko'rib turganlaringiz yana sektorali valtut. Yine izolyatsiya qilingan bu. Ya'ni soğuk ötürmeydi, issiz ötürmeydi ve plislemeydi uyingiz. Plinatib ötürüp koydular, aynalı plastik ramlarına reshetkasinacha qo'yilgan. Qalasazlar birinchi etaj yerdan chiqib ruxsat olsangizlar do'kon po'kanshingiz bo'ladi. Yoki bir o'tiradigan joy etib, topchan etib, setka bilan o'rab chiroylatib qo'ysangiz bo'ladi. Shunday yaxshiroq, to'g'rimi? Shu setka bilan ham mayli. Ha, izolyatsiya etilib, tayyor holatida turibdi. Yan tarafimizga aytganimiz Shovot kanali bo'yi. Chiqdingizlar, hazratib yaxshi joy, havo yaxshi bo'ladi. Ve ishni ko'pirni, yani transportdan muammo yo'q. Suv, svet, gaz bor. Maktab, bog'cha bor. Ishlar yaxshi ishlar qo'yilgan ekan. Ya'ni almashtirmaysiz. Mebel alacakta köp adamların qiynaydigan meseleleri var. Meselenden usta tapışı gerek. Bir ay kütüşü gerek. Eldinne 50% zaklatını berişi gerek. Bundan mebeline garantiya var mı yok mu? Ana şu meseleler qiynaydi. Şu narsalarni o'ylab, asabingiz buzilib turgan bo'lsa, Texnobazarda siz uchun zo'r yechim bor. Texnobazar keng assortimentda eng zo'r sifatli mebellarni taqdim etadi. Eng sifatli deysizlarmi? Hava sifatli bo'lgani uchun ham Texnobazar 5 yilgacha garantiya beradi. Xaridingiz yanada qulay, yoqimli bo'lishi uchun o'zini pulini 12 oya bölüp to'lashingiz mumkin. Mebelim qachon tayyor bo'ladi ekanda bir oy kutish shart emas. Bugun xarid etdingiz, ertaga uyingizda. Batafsil ma'lumot uchun inshada nomer qo'yamiz. Telefon etib bemalol kelaverasizlar. Birinchi qavatda 2 xonali. Girganimizda sanuzul. Jidga buyurilgan berilerimize. Ben ötüş yazak, ben orada kuxnyamiz. Gelelim. Hemen narsalar bilan ayak teleri polla etilgan ve g'ollarında çatışalgan. Gaz plitasi bor, kuxnya mebeli bor. Bunda yana suv yo'nalish sistemalarini tozalangan yana izlash shlonkalarini e'tibor qilinglar. Suv filtrlari ve suv nasoslari qo'yilgan. Shunday ko'rinishdagi kuxnyamiz. Yanımızda bir xonamiz, kenarında bir kichkina xona bor, ya balkonni xona etib qo'yibdilar. Detskiy xona, keyin bundan bir xonamiz. Birimiz endi nima deymiz, dalan deymizmi, zal deymizmi? Nastennika cho'l qo'yilgan, ekonom. Bunda yana registrlar qo'yilgan, meda oyoqchalari pol etilgan ekan, bam yaxshi yig'ollardan tashalib, chiroyli bo'ydan chiqarilib turibdi. Patolog qismi ham jidka bo'yda ishlangan ekan. Kerak. Yanımızda yine aynaları yine plastik ramlarına sekkasinacha qo'yilgan, reshetkalari bor, radiatorlar o'rnatilgan. Yanımda yine Nastennika çoğumuz, acayip Airfield Turetskiy firmayızda bu zo'r sifatlisinden qo'yib. Yani bunda trimomi bilan baki qoladi bo'lay bu g'ala nali. Shuni ko'rinishda xonamiz. Bunda shkaf mebelimiz bor. Bu yani televizor ham qo'ysangiz bo'ladi bu yerda. Bu narsalarni qo'yib, bunda gimpi bilan qo'ygan joyi bor. Eshiklar ham acayip ko'rib turganlaringiz. Yaxshi sifatli eshiklardan qo'yilgan. Rasot yok, alasla girasizlar, yaşaysizlar. Bir de 2 joyda registr qo'yilgan. Bir simunda, bir sonunda. Aynalar aytganimni setkasinacha qo'yib tayyor. Ajoyib aboylardan ham chiqarilgan, taxta polla qilingan, g'allar tashalgan. Xona где-то 240-250'lere yarımları uzunasına 5,5 metrler bayızlı. 5 metr bak. Kızıktıra da olsa
Uy egesinin telefon raqamı ilə bunda müraciət üçün də yazılğan. Əgər bizlərə xidmətiniz olsa, bir anda reklama için də yazılğan, bemalol müraciət qilishiniz mümkün. Bahasına toxtalsak əzizlər, bahası 340 milyon so'm aytılıb tutdu, gəlişiləndir. Variantlar ham, yəni kreditni görəsiniz, başqa nəsələrin özara uy egesi bilan gaplaşarız. Sağ olun, salamat olun, keyingi videolarımızda görüşkünce.